Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanur kanaliga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizning 38-dars. Mavzuyimiz masalalar yechish. 119-betni ochsangiz, u yerda bizda 11 va 12 vazifalarimiz bor. Biz bularni birgalikda bajarib ko'ramiz. Qani ketdik. 11-vazifamizni o'qiymiz. To'g'ri tartibda hisoblang. Korxonada foyda va zararni hisoblash bilan kim shug'ullanadi? Biz sizlar bilan demak tartibimizni aniqlab olishimiz kerak. Qaysi birini birinchi ishlashimizni. Demak, birinchisi bizda bo'linish bo'lyapti qavs ichidagi. Keyin ikkinchi bo'linishimiz, keyin qo'shib olamiz javoblarini. Keyin biz sizlar bilan orqasiga qaytib, ikkinchi qavsni ishlaymiz. Bu bizda 4-inchisi bo'lar ekan. Boshiga qaytib ko'paytirib olamiz, yana bitta ko'paytiramiz va oxirida chiqqan javoblarini bir-biriga qo'shamiz. Endi hisoblaymiz har bittasini alohida. Ya'ni birinchisini yozaman. 640 bo'lingan 80 ga. 80 bo'lsa ekan 8 ekan, osonroq ham bo'lar ekan. E'tibor bering, biz bu yerda 64 ni 8 ga bo'lamiz. 64 ni 8 ga bo'lsak, bizda 8 ni beradi va bitta nolimiz qolib ketyapti mana bu yerda va shu nolni yoniga yozib qo'yamiz. Ya'ni birinchisining javobi 80. Ikkinchisi 1200 ni bo'lar ekanmiz 40 ga. Bo'lganimizda qanday qilib hisoblaymiz biz sizlar bilan? Boshdagi mana nollarni, oxirdagi nollarni olib tashlaymiz bitta noldan. Endi 12 ni 4 ga bo'lamiz. 12 ni 4 ga bo'lsak bizda 3 ni beradi va bitta nolimiz qolib ketyapti. Shu nolni oxiriga qo'shib qo'yamiz. Ya'ni javobi bizda 30. Keyin uchinchisida chiqqan javoblarni, ya'ni birinchi va ikkinchi javoblarni bir-biriga qo'shib olishimiz kerak. Keling, ustun ko'rinishda yozaylik buni. 80 plus 30, 0 plus 0imiz 0, 3 plus 8imiz esa 110. Javobi bizda 110 bo'lyapti. Endi 4-inchisini yozar ekanmiz. 4-inchisi bizda yana qavs ichidagi bunaqamiz bo'lyapti. 650 dan minus 249. 0 minus 9 qilib bo'lmaydi, 5 dan qarz olib turamiz. Shunda 10 bo'lyapti. 10 minus 9imiz bizda 1. 5imiz qarz berganligi uchun o'zi 4 bo'lib qoldi. 4 minus 4imiz 0 va 6 minus 2imiz esa 4. Javobi bizda 401. Bu o'zi 4-inchisining javobi bo'ldi. 5-inchisi bizda. 5-inchisida biz sizlar bilan 3 ni javobini 12 ga ko'paytirar ekanmiz. 3 ning javobi bizda 110 bo'lgan. 110 ko'paytiramiz 12 ga. 0 ni qo'shmay turamiz, oxirida qo'shib qo'yamiz sonimizga. Ya'ni 2 kara 1imiz 2, 2 kara 1imiz 2, 1 kara 1 1, 1 kara 1 1. Endi hammasini bir-biriga qo'shamiz. Tevadan 2 tushib kelyapti bu yerda. 2 plus 1imiz 3 va 1 o'zi tushib kelsa 132 bo'lyapti va oxirida bitta 0 ni qo'shib qo'ysak 1320 javobi. Bu bizning 5-inchisining javobi bo'lyapti. 6-inchisi bizda. 4 ni javobini ko'paytirar ekanmiz 2 ga. 4 ni javobi bizda 401 bo'lgan. Ko'paytiryapman 2 ga. 2 kara 1imiz 2, 2 kara 0imiz 0, 2 kara 4imiz esa 8. 6 javobi 802. Oxirisi endi 7-inchisi bo'lyapti. Biz sizlar bilan 5 ni javobini 6 ni javobiga qo'shar ekanmiz. 5 ni javobi bizda 1320 bo'lgan. Yozamiz birinchi o'rinda shuni. 1320 qo'shamiz 802 ga. Hisoblaymiz. 0 plus 2imiz 2, 2 plus 0imiz 2, 3 plus 8imiz 11, birini yozib, birini eslab qolamiz. Tevadagi 1 ni pastdagi 1 ga qo'shsak 2 bo'ladi. Ya'ni javobi bizda 2122. Biz sizlar bilan hozir hammasini hisoblab ko'rdik, sonlarini topdik. Endi harflarni ham qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchisida bizda 80 chiqqan, 80 ga biz harfimizni ishlatar ekanmiz. Pastga yozib ketaman. Keyin bizda 30, 30 ga biz i harfini ishlatamiz. Keyin bizda 110 bo'lyapti. 110 ga s harfi. Xo'sh, keyin 401imizga biz o harfini yozar ekanmiz.
Beshinchisi 1320 ga biz B harfimiz yozyapmiz. 6-chisiga 802 ga Ch harfi va oxirgisi bizda 2122 ga I harfini yozar ekanmiz. Bizni tevamizdagi savolimiz nima edi? Korxonada foyda va zararni hisoblash bilan shug'ullanadigan odam bu bizda hisobchi bo'lar ekan. Sizning vazifangiz endi bu yozgan narsalarimizni chiroyli qilib daftaringizga yozib olish. Men esa 12-vazifaga o'taman. Agar bizni Telegram kanalimizda topolmayotgan bo'lsangiz, Telegram ilovasiga kirib, mana bu joyga bosib, Sanur maktab deb tersangiz, bizning Telegram kanalimiz chiqib keladi. 12-vazifamizni o'qiymiz. Masalalarga mos ifodalar tuzing. Ularning qiymatlarini noma'lumlarning berilgan qiymatlarida hisoblang. Demak, bizda ikkita vazifamiz bor. Bu A bilan B ekan. Keling, A'dan boshlaymiz. Aziza 3 oyda 18 ta bosh kiyim to'qidi. Agar u xuddi shunday tezlikda ishlasa, necha oy ichida T'da bosh kiyim to'qishi mumkin? Xo'sh, bizda so'ralyapti ekan, aytilyaptiki, 3 oyning ichida azizamiz 18 ta bosh kiyim tikar ekan. T oyning ichida nechta bosh kiyim tikadi deb so'rayapti. Biz T ning javobini oldindan bilamiz. Bu 30 ga teng. Ya'ni yozganimdan o'qilamiz. 3 oyda deymiz. Yoshimizdan oldin keling A deb qo'yay. Bu bizda birinchisi bo'lyapti. A'si 3 oyda Aziza 18 ta bosh kiyim to'qir ekan. T'si biz 30 ga teng bo'lyapti. 30 oyda esa bizda noma'lum. Demak, biz shu 30 oyning ichida nechta bosh kiyim tikishini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Buni eng oson usuli bor. Buni hatto hisoblamasdan ham ko'ra, qarangida men oldindan aytib qo'yaman sizga. E'tibor bering, mana bu yerda 3 oy bo'lyapti. Bu yerda esa 30 oy. Nima farqi bor? Bitta nolida farqi bor, a? Demak, 30 oyning ichida, mana bu yerda tevada 18 ta bo'lgan bo'lsa, 3 oyning ichida 30 oyning ichida 180 ta bo'lishi kerak. Tushunarli, ya'ni 18 ga 0 qo'shib qo'ysangiz, shunda 30 oyda 180 ta bo'lishi kerak bo'ladi. Hattoki buni hisoblamasdan ham yozsak bo'lar ekan, lekin ya'ni o'chirib tashlaylik. Lekin maktab o'qituvchingiz bunga rozi bo'lmasa kerak. Keling, sizlar bilan oddiy usul bilan ishlab ko'ramiz. Ya'ni buning uchun birinchi o'rinda 1 oyda qancha topishimizni bilishimiz kerak. Biz sizlar bilan 18 ni 3 ga bo'lib olamiz. Shunda 18 3 ga bo'lsak 6 bo'ladi. Ya'ni bizda 1 oyning ichida 6 ta bosh kiyim to'qir ekan. 6 ta bu bizda 1 oyda bo'lyapti. 1 oyda. Ikkinchisi, endi bizga 30 oyda nechta to'qiydi deb yozilgan. Buning uchun biz 30 ni ko'paytirishimiz kerak 6 ga. E'tibor bering. 3 ni birinchi o'rinda 6 ga ko'paytiramiz. Shunda 3 kar 6 miz bizda 18 bo'lyapti va oxirida 0 ni qo'shib qo'yamiz. Ko'ryapsizlar, javobi 180 chiqdi. Ya'ni 180 ta bu bizda 30 oyning ichida to'qir ekan. Xo'sh, keyingisi, javob qilib qo'yaylik bunga ham bo'pti. Javob 180 ta bosh kiyim 30 oyning ichida to'qir ekan. Bu bizda A ning javobi bo'ldi. Biz sizlar bilan endi B sini ishlab ko'ramiz. Xo'sh, B siga nima der ekanmiz? O'qiymiz oldin. Madina do'konni tozalashda otasiga yordam berdi. Otasi Madinaga ish kunlari tozalagani uchun M so'm, dam olish kunlari ishlagani uchun N so'm to'ladi. Madina bir hafta qancha pul topadi? Bizda oldindan M bilan N si yozilgan ekan. Bir haftada bilsangiz, bizda 7 kunimiz bor. 7 kundan 5 kun bizda ish kunlari, 2 kun esa dam olish kunlari. Ya'ni shanba, yakshanba bizda dam olish deb hisoblanadi. Yozamiz. Qarang, bizda Madinaning dedasi, otasi dam olish kunlari, ish kunlari 8000 dan to'lar ekan. Ish kunlari bizda 5 kun bo'lsa, ish kunlari 5 kun 8000 so'mdan pul to'layapti Madinaga. 2 kun ichida esa dam olish kunlari Madinaga 12000 dan to'layapti.
12.000 va 8.000 sonlarni men sizlar bilan mana bu yerdan olyapman. Siz kitobingizda berilgan, bizda savol so'rashyapti. Jami bo'lib bir haftaning ichida nech pul Madina topadi? Buning uchun biz sizlar bilan birinchi o'rinda 8.000 ni 5 ga ko'paytirib olishimiz kerak. Biz sizlar bilan bu usul bilan ishlaganmiz. Ya'ni birinchi o'rinda sonlarni ko'paytiramiz. 8 kara 5 imiz bizda 40 va qolib ketgan 3 ta 0 ni qo'shib qo'yamiz. 40.000 so'm bu qaysi kunlari topar ekan bizni? Ish kunlari topadigan pul ekan. Keyin ish kuni deb qo'yaylik. Ish kuni. Ikkinchisi esa endi biz 12.000 ni ko'paytiramiz 2 ga. Buning uchun biz sizlar bilan 12 ni 2 ga ko'paytirib olishimiz kerak. Agar kallangizda hisoblagani qiynalsangiz, har bitta sonni alohida ko'paytirib olsak ham bo'ladi. Ya'ni buning uchun 2 kara 2 miz nechini beradi? 2 kara 2 bizda 4 ni beradi. Keyin 2 kara 1 imizni hisoblaymiz. 2 kara 1 imiz 2 ni. Tushunarliga shunda javobi bizda 24 bo'ladi. Va 24 imizni oxiriga 3 ta 0 qo'shib qo'yishimiz kerak. 1 2 3. Bu bizda dam olish kuni topadigan pul. Dam olish kuni. Jamini topamiz. Sizlar bilan jamini topish uchun biz sizlar bilan 40.000 ni 24.000 so'mga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Ustuni ko'rinishda yozamiz. 40.000 plus 24.000. 3 ta 0larimiz hammasi tushib keladi. 4 plus 0imiz 4. 4 plus 2 imiz 6. Ya'ni jami bo'lib bir haftani ichida Madinamiz 64.000 so'm pul topar ekan. Javobini yozamiz. 64.000 so'm. Bu biz Madinamiz bir haftani ichida topadigan puli. Sizning vazifangiz endi hozir men yozgan narsani chiroyli qilib daftaringizga yozib olish. Shu bilan bugungi uy vazifamiz tugaydi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.